Ronaldo 15 yoshli o'g'liga 280 ming dollar turadigan mashina sovg'a qildi. Portugaliya milliy terma jamoasi hamda Saudiya Arabistonining An-Nasr klubi hujumchisi Cristiano Ronaldo o'zining 15 yoshli o'g'li kichik Ronaldoga Lamborghini Urus avtomashinasini sovg'a qildi. Mazkur avtomobil bozordagi eng kuchli mashinalardan biri bo'lib, 650 ot kuchiga ega turbo zaryadlangan V8 dvigateli bilan jihozlangan. Uning 100 km/soat tezlikka chiqishi uchun atigi 3,5 soniya kifoya qiladi va maksimal tezlik 305 km/soatgacha yetadi. E'tiborga molik jihati, kichik Cristiano mashinani haydashi uchun yana 3 yil kutish kerak. Ronaldoning oilasi hozirda istiqomat qilayotgan Saudiya Arabistonida haydovchilik guvohnomasi 18 yoshda. Maxsus shartlar asosida vaqtinchalik ruxsatnoma esa 17 yoshda olish mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu avtomobilni Cristiano Ronaldo o'zi uchun xarid qilganmi yoki farzandiga? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va Anhor.uzga obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmang.